Eshiting. Havo 15 darajadan oshmaguncha meni ko'chaga chiqara ko'rmang. Sovuqda qaltirab o'tirish niyatim yo'q. Aprelning oxirini kutamiz. Tushunarlimi? Nega qarab turibsiz? Aprel keldi demak, men allaqachon yerda bo'lishim kerak. Sovuqdan qo'rqadigan nozikvoy emasman. Qani, harakat. Hoy, men issiq sevarman. Tuproq qizmashdan turib meni ekmang. Baribir unib chiqmayman. May oyida uchrashamiz. Ungacha esa menga joy tayyorlang. Meni shunchaki yerga tashlab qo'yaman deb o'ylayapsizmi? Yo'q, azizim. Menga eng issiq va oftobli joyni berasiz. May tugamasdan ko'chaga chiqmayman. Vaqt ketdi. Men sovuqdan qo'rqmayman. Mart keldim demak, men yerni sog'indim. Qani, tezroq harakat qiling. Hosil barakali bo'lsin. Meni shoshiltirmang. Men eng injig'iman. Erta eksangiz meva tugishni unuting. Faqat barqaror issiq kelganda, ya'ni mayning o'rtasida yerga qo'ying. Haliyam ekishni bilmayapsizmi? Unda darhol obuna bo'ling va bu videoni do'stlaringizga yuboring. Bizni xafa qilmang, bo'lmasa hosil kutmang.